Meduza Dubbing. Eng so'nggi animelar. Xayrli tong, Allen. Xayrli tong, Rifol. Eshitdingmi? Kelasi oy qilich ustasi Dverg bu yerga maxsus dars o'tish uchun kelar ekan. Nahotki o'sha mashhur qilich ustasi-ya? Mishmishlarga qaraganda u bilan birga qahramon ham kelar ekan. Oppa, ularni bundan boshqa ishlari yo'qmi? 3 oydan keyin yozgi ta'tilda sizlarga zindonda zabt etish topshiriladi. Vazifani uddalay olmaganlar haydaladi. Qoidalar quyidagicha: jamoang ko'pi bilan 8 kishi bo'ladi. Yuqori kurslardan yoki boshqalardan yordam so'rash taqiqlanadi. Yodingizda bo'lsin, har yili bu sinovda bir necha kishi halok bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab tayyorlaning. Sheriklar qidiryapman. Oramizda nayza yoki bolta ishlatadiganlar bormi? Men esa sehrgarlarni qidiryapman. Qilich ustasi Krena, jamoamizga qo'shila olasanmi? Uni qo'y, men bilan yur. Mening iqtidorim asqotishiga kafolat beraman. Qisqa muddatli maqsad uchun jamoaga notanishlarni taklif qilishyapti. Tanishlarni yig'ish undan ko'ra yaxshiroq emasmi? Haligi Ali. Bu yangilarga ishni qanday qilishni ko'rsatib qo'yaman. Biz jamoamizga davolash qobiliyatiga ega bo'lgan bir kishini qidiryapmiz. To'rtalamiz allaqachon ikkitasi darajali zindonda zabt etib bo'lganmiz. Agar isbot kerak bo'lsa mana bu. Biz haftasiga 2 marta zindonga tushamiz. Shuning uchun bizga qo'shilsangiz haftasiga kamida 1 kunda ajratishingiz kerak. Barcha o'ljalarni teng taqsimlaymiz va biz kichik jamoa bo'lganimiz uchun bu katta daromad degani. Imkoniyatni boy bermang. Katta pullar sizniki bo'lishi mumkin. Katta pullar deysanmi? Meduza Diving namoyish etadi. Telegramdagi Meduza Diving kanaliga obuna bo'ling va bizdan uzoqlashmang. Chopar kanallardan aslo ko'ra ko'rmang. もしも子供に戻れたら斬新じゃない努力で限界突破一つでも何かが違えばここには来れなかったかもしれないなもう満体不安定不安はないわけがないけどみんなの簡単より僕だけの難しいがい縛られた角の生かし方が足跡生まれ方は選べないけど生き方は選べるぜ丸でもない×でもない三角でも四角でもないまだ名前のないその日々をもっと愛したい剣でもない盾でもない魔法でも夢でもないその輝きで僕を僕にしてくれてありがとう守りたいもう愛してるも好きも全部ここに生きること全部使おうここで生きていこう Xohlagancha yeyishdan zo'ri bormi? Sabzavotlarni yeyishni esdan chiqarma. Taklifimizga hech kim rozi bo'lmadi-ku. Balki sinfimizda ruhoniylar yo'qdir-a? Davolash sehriga ega bo'lgan ko'pchilik bolalarni cherkov o'ziga olib ketganligi uchun bo'lsa kerak. Oson bo'lmasligini bilardim. Haligi Allen, shundaymi? Ha. Men Kilman. Davolovchiman. Agar hali ham davolovchi qidirayotgan bo'lsangiz, jamoangiz haqida ko'proq bilmoqchi edim. Zo'r-ku. Albatta. O'tir, buni tushlik ustida gaplashib olamiz. Rostdanmi? Kunduz ovqatlanmaslikka harakat qilyapman. Ha? Bu bola parhez tutishiga shubham bor. Sen hech narsa yemay o'tirsang, biz ovqatlansak noqulay. Iltimos seni mehmon qilishga ruxsat ber. Xo'sh, haligi Rahmat. Nima bo'ldi? Shuncha payt och yurganmikan? To'g'ri maqsadga o'tamiz. Zindonda qancha topasizlar o'zi? Seni puli qiziqtiryaptimi? Hozirda zindonda tozalaganimiz uchun har birimiz 20 tadan 40 tagacha kumush tanga olamiz. Bu juda ko'p-ku. Sinov uchun sizlarga qo'shilsam maylimi? Albatta-da. Yaxshi. Unda keyingi dam olish kunlari men ham sizlar bilan boraman. Barakalla. Safimizga qo'shilganingda xursandman, go'shtdan ol. Sabzavotlarni ham unutma. Aytgancha, namuncha xushmuomalasan. Bunga e'tibor berma. Bunday noyob davolovchi uchun qancha kerak bo'lsa shuncha paxta bosaman. Bu nima? To'satdan kuchayganimni his qilyapman. Bu narsa ma'budlar sinovidan o'tding degani.
Rostdanmi? Lekin men hech narsa qilmadim-ku. Bir jamoada bo'lish oramizda kimdir mag'luqni yengsa, barchamiz kuchayishimizni anglatadi. Jamoadoshlarmi? Bular oxirgi qavatning bosslarimi? Ha, shunday. Qani uchovlon, ishga kirishing. Qani boshladik. Olovli nayza. Hammasi joyidami? Bu sening chaqiruvchi kuchingmi? Buning uchun uzr so'rayman, Kel. Jangga shu qadar berilib ketganimdan himoyani ham unutib qo'yibman. Davolash. Hamma jarohatlar g'oyib bo'ldi. Kattakon rahmat, Kil. U faqat mehmon bo'lganligi uchun uning ko'rsatkichlarini ko'ra olmasligim chatoq bo'ldi. Davolash sehridan foydalanishni qayerda o'rgangansan? Cherkovdagilarni davolab o'rganganman. Ular menga kuniga 10 kumush tanga olishim mumkinligini aytishganda buni o'rganganman. Bu juda ham ajoyib ish-ku. Uni mahoratiga juda havasim kelyapti. Lekin buni yaxshiroq o'rganishim uchun 2 oy mashq qilganman. Men ham o'zimnikini mukammal egallayman. Bu xazinalar sandig'i bo'lsa kerak. Kumush xazina sandig'i. Bugun omadimiz keldi. Biz mitril qalqonini topdik. Qancha bo'ldi? Naqd 15 ta oltin tanga. Teng taqsimlaymiz, to'g'rimi? Ha? 3 ta oltin tanga va bugun topgan barcha sehrli toshlarimizdan 5 dan 1 qismi va toshlarni yana ko'proq pulga almashtirishing mumkin. U yozgi vazifamizdan ko'ra ko'proq pulga e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yo'q, biz uchun undan ko'ra yaxshiroq bo'ldi. Kelsan, bizni hayotsiz o'yinchilar jamoamizga qo'shilishga nima deysan? Biz hammamiz birga yashaydigan uy ijaraga olganmiz. Bu seni qiziqtirdimi? Kel, bizga qo'shila qol. Yo'q, rad etishga majburman. Eshitishimcha davolovchiga ega bo'lish akademiyada katta yutuq ekan. Menga ko'proq pul berishi mumkin bo'lgan boshqa jamoalar bilan ishlash imkoniyatimni saqlab qolmoqchiman. Shuning uchun faqat bitta jamoada ishlash niyatim yo'q. Men iloji boricha ko'proq pul to'plashim kerak. Mayli, ko'rishguncha. Demak, u erkin ishlamoqchi ekanda. Meduza Diving kanali uchun maxsus. Men biroz mashq qilishga chiqaman. Unga nima bo'ldi? Fu, ustingga biror nima kiyib ol, ahmoq. Ajoyib, nihoyat keyingi bosqichga yetib keldim. Kartalarim zaxirasi endi 60 taga yetdi. Uyg'onish qanday turdagi mahorat ekan, ha? Pullarim va sehrli toshlarimni ko'p qismini sarfladim, lekin bunga arziydi. 2 yil va 11 oydan so'ng nihoyat ro'yxatimizda yangi yulduzlarni ko'ramiz. Sizlarni chaqiraman, C darajali maxluqlarim. Juda katta. Bekon. Fran. Pion. Fini. Stilli. Mapo. Va endi chaqiruvchi maxluqning eng yangi turini ochish vaqti keldi. Barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni sinab ko'rishimiz kerak va Reda. Demak, g'ayritabiiy turdagisi. Xo'jayin Alien, siz bilan tanishganimdan xursandman. Va, gapira olasanmi? Ha, albatta qila olaman. He, bu yuqori intellekt ko'rsatkichi tufayli bo'lsa kerak. MP ham anchagina. Iltimos, menga ism bering, xo'jayin. Unda Mariyaga nima deysan? Mariya, menga judayam yoqdi. Bu meni judayam xursand qildi. O, sen devorlardan o'ta olasanmi? Ha, albatta. Axir men ruhman-ku. Bu albatta zindonga tushganimizda asqotadi. Va siz dahshatli tushlar bilan la'natlamoqchi bo'lgan har kimning tushiga kira olaman. Bu narsa kerak emas. Xo'sh, nima bo'lganda ham uyg'onish qobiliyatimni sinab ko'rishim kerak. Denka, uyg'on. To'da deyilganmi? Bu qanday jinnilik? Xo'sh, menimcha bu menga qo'shilgan yana bir kuchli qurol bo'ladi. Yaxshiyamki buni uyda sinab ko'rganim yo'q.
Ular endi shu yerda. Janob Dverg, juda zo'r. Bu haqda uydagilarimga aytishim kerak. Silviya xonim, go'zalsiz. Janob Hermios. Ajoyib, o'sha tentak ham kelibdi. Umid qilamanki, u Dverg undan ko'ra mashhurroq ekanligini payqaydi. Jim bo'ling. Ularni tanishtirishga hojat yo'q deb o'ylayman, lekin qahramon Helmus, qilich ustasi Dverg va qilich ustasi xonim Silviya. Ular bugun akademiyamizga maxsus tashrif buyurishdi. Ularga savollaringiz bormi? Meni janob Dvergga savolim bor. Qanday qilib mahoratimdan foydalanishni o'rganishim mumkin? Ha, bu kelasi yilga o'quv dasturi-ku. Krena. Isming nima? Krenaman janob. Ha, yangi qilich ustasi. Nima uchun mahoratdan foydalanmoqchisan? Chunki men ham kuchliroq bo'lishni xohlayman, Alenga o'xshab. Alen, Sizga avval aytgan qora sochli bola. tushunarli. Bu yoqqa Krena. Xo'p bo'ladi. Unday bo'lsa biz qolgan talabalar bilan ishlaymiz. Hujum qil va butun e'tiboringni mahoratingni ishlatishga qarat. Hujum qilib, Krenaning 40 yillik jangovar tajribasiga ega bo'lgan faxriy qahramonga qarshi kurashishini ko'rish. qani zarba. Bu hatto mahorat ham emas. Yana zarba va yana bitta zarba. Uni hujumlarini shunchalik oson qaytaryaptimi? U qizga umuman hech narsani tushuntirmayapti-ku. Yana zarba, yana bitta. Taslim bo'l va uni o'rganishni yana bir yilga qoldir. Men davom etaman. Bechora Krena. Biz allaqachon mahoratimizdan foydalana olganimiz uchun u o'zini shunday his qilyapti.